Ras. Demak, maqsadlar mikrofonimiz tayyor, kuvnoq kameramiz ham shay holatda. Biz endi yoshlarning fikrlarini, orzularini, maqsadlarini eshitamiz. Bu albatta qaysidir ma'noda motivatsiya hamda fikr almashish uchun amalga oshiriladi. Demak, yoshlarning fikrlarini kuzatamiz. Hozir esa yashirinib olamiz. Tabassum o'rashing. Mikrofon sizniki. Kimnidir xursand qiladigan bir gap ayting. Tabiat go'zal. Biroz bulutli. Hayot go'zal. Nima uchun deb o'ylaysiz? Misol uchun, men talabaman. Kelajakdagi maqsadingiz qanday? Insonlarga foydam tegish va katta yutuqlarga erishish. Hayot go'zal. Nima uchun deb o'ylaysiz? Kelajakdagi maqsadlaringiz qanday? Biror she'r yoki qo'shiqlar parcha ayting. Jonim, sizdan sog'indim. Hayot go'zal nima uchun deb o'ylaysiz? Ota-onam borligi uchun, yurtimiz tinch bo'lgani uchun hayot go'zal deb o'ylayman. Jannatlardan o'zga tilakmas. Gar onamsiz kirsam jannat kerakmas. Kelajakdagi maqsadlarim ota-onam yuzini oqlab, o'qishlarni magistraturani bitirib, oliy ma'lumotli bo'lib, yaxshi ishlarga joylashish. Kelajakdagi maqsadlaringiz qanday? Men kelajakdagi maqsadim C1 darajada sertifikat olib, keyingi yil o'qishga kirish. Hayot nima uchun go'zal deb o'ylaysiz? Chunki unda ikkimiz bormiz. Mashhur qo'shiqchi bo'lish. Sendan kechemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söylemiyorum. Siz chiroylisiz. Chunki menda onam bor. Kasbimni mutaxassisi bo'lib yetishib chiqish. Hayotdagi maqsadlarimiz juda katta. O'qishni yaxshi baholarga tugatib, vatanimizga bir hissa qo'shish. Hayot go'zal nima uchun deb o'ylaysiz? Men borligim uchun. Tabassum o'rashing. Imtihonni qildim. O'zim yo'nalishimda davom ettirib ishlash. Mana yurtdoshlarimiz tabassum qilishdi, o'zlarining maqsadlarini aytishdi, orzularini ifoda etishdi. Albatta, orzu qilish kerak, orzuni maqsadga aylantirish kerak va maqsad sari doimiy harakatda bo'lish kerak. Shunda biz orzularimizni, maqsadlarimizni amalga oshirgan bo'lamiz. Bu hammasi yaxshi kayfiyat uchun.